Hayotiy matematika 2-dars. Sizga bitta savol bermoqchiman. Uyingizdagi devor bor-ku, shu devoringizga qancha shpaklyovka yo bo'lmasa ob'y ketishini точно hisoblab bilasizmi? Точно. Aytaylik shpaklyovka mana. Necha kilogramm shpaklyovka ketishini shu bitta uyingizga va devorlaringizga общий qancha ketishini точно hisoblab bera olasizmi? Topolmadingizmi? Dardingizni tushunaman. Bugungi videoda matematika orqali devorlarimizga qancha shpaklyovka ketishini точно hisoblashni o'rganamiz. So'z beraman, umuman xato qilmaydigan darajada bo'lib qolasiz. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Kepkamga nechi? Onang nima ko'r. Baribir kepga yarashmasdi menga. Xullas mana shu devor akalar, mana shu devorni tasavvur qilaylik, uyimizdagi devorni. Xo'p, 4 burchak bo'ladi. Tepada formulasi ketadigan s barobar a ko'paytirilgan b. Ya'ni bo'yi tepa qismi bo'yi va enini ko'paytmasi. Yana shu kepga tushib qoldi. Ha. Tak, aytaylik bo'yi 3 metr, eni 4 metr. 3 kala 4 12 kvadrat metr ekan shu devorimiz. Endi boshqa devorlarni ham hisoblaymiz, bu devorlarni ham hisoblaymiz. Aytgancha derazalarni olib tashlash kerak. Ya'ni umumiy devorni yuzasini aniqlaymiz va derazani yuzasini aniqlaymiz. Aytaylik, umumiy devorimiz 12 kvadrat metr, 3 kala 4 12. Derazamizniki 2 kvadrat metr. Misol uchun 12 dan 2 ni ayirib tashlaymiz, qolgan devorlarni yuzasi kelib chiqadi. Tushundingizmi? Aytaylik, shu uyimiz 50 kvadrat metr chiqdi. 50 kvadrat metr chiqqandan keyin har bitta shpaklyovkani orqasiga instruksiyasi yozilgan, ya'ni xarakteristikasi keltirilgan bo'ladi o'sha shpaklyovkani. Unda yozilgan, mana bu yerda ko'rsatib qo'yaman. Yaxshilab ko'rib olinglar, ruschani tushunsalar. Xarakteristikasiga muvofiq 1 kilogrammga necha kvadrat metr maydonni egallab olishi ko'zda tutilgan bo'ladi. Demak, biz o'sha 0.9 ga 50 ni ko'paytiramiz. Ya'ni 1 mm qalinligimizga 50 metr kvadrat maydonimiz uchun 50 ni 0.9 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 45 kilogramm shpaklyovka ketar ekan. Oddiy, juda oson. Mana tepada yozib qo'yganman, mana bu yerda rasmi ham bor. Mana shu xarakteristikasiga qarab hisoblaysizlar. Endi bilasizlar, bu qurilishga faqat 1 mm qalinlik bilan yaxshi devor chiqarib bo'lmaydi. 2 sloy bo'ladi, 3 sloy bo'ladi. O'zlaringiz bilasizlar-ku bu narsani. 45 ni keyin 3 ga ko'paytiramiz endi, necha sloy olinadigan bo'lsa. 45 kara 3 135 kilogramm sizlarga shpaklyovka kerak bo'lar ekan bitta uylaringiz uchun. Endi men hisoblagan uy uchun, endi sizlar hisoblaganlaringiz bo'yicha bilmadim endi qancha ketadi. Shunaqa gaplar. Mana bunaqa pechka kimda bor, baklashkasi bilan. Bu videoni matematika nimaga kerak degan do'stlaringizga, tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Ustalarga hammasiga bong'lab tashlang.